Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda iOS dasturlash kurslarini boshlaymiz. Ushbu kurs davomida Xcode dasturi bilan ishlashni yaxshilab o'rganib olamiz, sababi barcha ilovalar aynan Xcode dasturida yaratiladi. Undan keyin esa SwiftUI darslarini boshlaymiz. Nega aynan SwiftUI ni birinchi boshlaymiz? Sababi Swift dasturlash tili yoki UIKit ni o'rganadigan bo'lsak, bizda biroz qiyinchiliklar paydo bo'ladi. To'g'ri tushunish kerak, Swift dasturlash tili nisbatan ancha oson tuyulgan bilan ham, lekin dasturlash tili o'zi qiyin hisoblanadi. Logikasiga tushib olguncha ko'pchilikda qiziqish so'nib ketishi mumkin. SwiftUI esa bu kutubxona, ya'ni framework hisoblanadi. Apple ekotizimi uchun turli xil interfeyslar tuzishni osonlashtiradigan kutubxona. Ya'ni siz unda kod yozasiz, turli xil dizaynlarni ishlatasiz va to'g'ri natijasini ko'rib foydalanib borishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham biz birinchi SwiftUI ni o'rganishni boshlaymiz. Birinchi navbatda Xcode dasturini yuklab olishimiz kerak. Buning uchun biz App Store ga kiramiz va qidiruv tizimiga Xcode dasturi deb yozamiz va chiqqan birinchi ilovani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Ilovani yuklab olganimizdan keyin esa Xcode ga kiramiz va o'zimizning loyihamizni ishga tushirib boshlaymiz. Birinchi Create New Project tanlaymiz va bu yerda turli xil platformalar mavjud. Ya'ni multiple degan hammasiga tushadigan. Undan tashqari iOS telefonlar uchun, macOS bizda MacBooklar uchun, watchOS o'sha aqlli soatlar uchun, TVlar va Vision Pro kabi aqlli ko'zoynaklar uchun ham dasturlar mavjud ekan. Birinchi navbatda biz iOS ni tanlashimiz kerak bo'ladi, sababi biz iPhone telefon uchun mobil ilova yaratishdan boshlaymiz. Bu yerda ham turli xil bo'limlar mavjud. Bu yerdan appni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin next tugmachasini bosamiz va loyihamizga nom berishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun biz bu yerga Swift UI Bootcamp deb nomlaymiz. Bootcamp. Va undan keyin esa jamoamiz ham mavjud bo'lsa jamoani belgilab qo'yamiz yoki buni tanlab qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi bu yerda past qismda identifikator mavjud. Ya'ni biz organizatsiyani, misol uchun .com, undan keyin esa komanda yoki bironta kompaniya nomini ham belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu joyga kompaniyani yoki komandani yozganimizdan keyin o'zimizning ilovamizda nomi mana bu qismga ham o'rnashyapti. Va interfeys bu yerda SwiftUI va Storyboard bor. SwiftUI o'sha SwiftUI uchun, Storyboard esa UIKit uchun ishlatiladigan dizayn hisoblanadi. Endi undan tashqari bizda Swift dasturlash tili avtomat tarzda tanlangan holatda, bundan oldingi qismlarda esa Objective-C kabi dasturlash tili ham mavjud edi. Xotira qismini hozircha bizda belgilamay qo'yamiz, ya'ni non holati tursin. Agar kimdadir belgilangan bo'lsa, mana bu qismni ham o'chirib qo'yishni tavsiya beraman. Undan keyin esa next tugmachasini bosamiz va loyihamiz aynan qaysi papkamizda joylashini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar kimdadir mana shu Git repository yoniq turgan bo'lsa, buni o'chirib qo'ying. Chunki hali biz GitHub bilan ulamaganmiz, ba'zi bir muammolar kelib chiqishi mumkin. Undan keyin create tugmachasini bosamiz. Mana bizga loyihamiz ishga tushdi. Bu yerda 4 qism mavjud ekan. Misol uchun chap tomonimizda papkalarimiz yo'nalishi, undan keyin bu qismda bizning kodlarimiz, bu qismda telefon chiqadi va bu qismda har bitta elementda xususiyatlari kelib chiqadi. Hozircha bu yerda buni o'chirib turaman va 3 qismga bo'lgan holatda kuzatib boramiz. Birinchisi SwiftUI Bootcamp, ya'ni ilovamiz haqida batafsil tanishib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin turli xil platformaga tushishi, iPhone telefon, iPadlar yoki MacBook yoki Vision Pro'larga ham tushishini bu yerdan ta'minlab boramiz. Ya'ni qo'shimcha elementlarni qo'shib borishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda endi versiyasi minimum qaysi versiyagacha turishini belgilab borishimiz mumkin. Misol uchun 7.2-versiyada oxirgi versiya turibdi. Bu yerdan istalgan birini tanlasak, ya'ni qancha pastini tanlaymiz, shuncha telefonlar o'qish imkoniyatini ta'minlab borishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin esa bizda kategoriya bo'lim mavjud. Bu yerda misol uchun bu kitoblarga oid bo'lishi mumkin, business, developer tools bo'lishi mumkin yoki educationga oid bo'lgan ilova bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda ham kategoriyani belgilab ketishimiz mumkin. Undan tashqari loyihamizga nom ham berib ketishimiz mumkin. Display ekranda chiqadigan nomlarini va bu yoqda versiyalarni ham belgilab ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p bo'limlar mavjud. Bularni hali birma-bir loyiha davomida kerakli o'rinlarda o'rganib ketaveramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, loyihamizda ikki qismga bo'lingan. Misol uchun app bo'limi mavjud va content view bo'limi mavjud. App qism, ya'ni render qilinadigan main qismi mavjud. Ya'ni bu yerda bizda kodimizda to'g'ri render, ya'ni chizilib boriladi va loyihamiz ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Content view esa loyihamizda qanaqa elementlar borligini, ular stillarini to'g'ri ishlatib borishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, telefonimiz ham mavjud. Bemalol uni kattartirib, kichiklashtirib, bu qismni ham o'zimizga moslashtirib olishimiz mumkin bo'ladi.
Asset bo'limida esa turli xil ranglarni o'zimizga kerak bo'ladigan yoki ikonkalarni ham shu yerda joylashtirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Biz asosan mana shu Content View'da ishlaymiz. Sababi bu yerda biz o'zimizda loyihamizga tegishli bo'lgan dizayn qismini chizishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana 3 qismdan iborat. Birinchisi import SwiftUI. Bunda ya'ni aynan SwiftUI kutubxonasidan foydalanganimiz uchun ham aynan o'sha kutubxonamizni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari strukturamiz mavjud, Content View degan va uning ichida view, ya'ni SwiftUI o'zi oynalar, ya'ni viewlarga qaratilgan hisoblanadi va var body, ya'ni tana qismi va u yerda elementlarimiz mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun image degan elementimiz bor, text degan elementimiz bor ekan va pastda preview. Bu nima ish qiladi desangiz, mana shu Content View'da ishlatilgan narsamizni chaqirganmiz va agar previewni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, mana bu joyda telefonimiz yo'qolib qoladi. Ya'ni o'sha qismga javob beradigan bo'lim hisoblanadi. Ya'ni har safar telefonimiz chiqqan paytda mana shu aynan preview bizni boshqarishga yordam beradi. Xo'p, undan keyin telefonimizni moslashtirib oldik, ya'ni yaqinlashtirdik. Bu yerda ko'rishimiz mumkin hello world. Demak, bu text degan elementni ichida ekan. Bu yerda qo'shtirnochida holatda biz bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun salom dunyo deb o'zbek tilida yozadigan bo'lsak ham, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri birdaniga live bo'lmoqda. Demak, mana shu holatda ham boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Agar kimdadir telefon yo'qolib qolsa, misol uchun ko'pincha endi boshlovchilar mana bu qismni bilmasdan o'chirib qo'yishi mumkin va agar telefonni qaytadan chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu qismga o'tasiz va ustiga bir bosib kanvasga ptichkani bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi va telefonimiz bu yerda ko'rishingiz mumkin chiqib kelmoqda. Endi bizda salom dunyo degan yozuv bor. Uni stillamoqchi bo'lsak, nima ish qilishimiz kerak? Bu yerda ko'rishimiz mumkin elementlarimiz va nuqtalarimiz bor ekan. Bu nuqta qo'yib berilgan qismlar esa modifikator hisoblanadi. Ya'ni elementlarimizga stil berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qaysi elementga stil bermoqchi, misol uchun tekstdan keyin enter bosamiz va nuqtani bosadigan bo'lsak, bu siljimoqda. Undan keyin misol uchun font deb yozadigan bo'lsam va nuqta title chiqdi, bizda ko'rishimiz mumkin yozuvimiz kattadi. Ya'ni mana shu tartibda stil beramiz. Har safar nuqta qo'yganimizda elementimizdan keyin, ya'ni o'sha aynan qaysi elementga tegishligini o'zi tanlab oladi birdaniga. Endi bundan tashqari bu qismni yopib turaman va o'ng tomonda xususiyatlar ochaman. Bizda har bitta elementimiz uchun mana bu holatda ham, ya'ni modifikatorlarimiz mavjud. Ya'ni text holatida misol uchun salom dunyo degan narsamiz bor. Title'imiz tanlanib turibdi. Bu yerda misol uchun caption tanlaydigan bo'lsak, misol uchun yozuvimizda mana bu yerdan fontimiz o'zgardi. Ya'ni captionga o'zgarib qolib, bu yerda yozuvimiz kichkina ko'rinishda chiqib qoldi. Agar biz buni misol uchun eng kattasi o'sha large title'da qo'yadigan bo'lsak, mana yozuvimiz katta holatda, undan keyin color'ni tanlashimiz mumkin. Red deydigan bo'lsak, bu yerda foreground color nuqta red deb chiqdi. Va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin yozuvimiz rangi qizil rangga o'zgarmoqda. Ya'ni mana shu holatda ham biz modifikatordan foydalanishimiz mumkin. Endi pastki qismda, ya'ni telefonga tegishli bo'lgan qismlarda bu yerda live, yani ustiga olib borgansa live degan yozuv chiqmoqda. Undan keyin esa mana buni selection hisoblanadi. Ya'ni qaysi elementni tanlayotganimizni to'g'ri-to'g'ri ko'rsatib turadi. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin burchakda borda chiziqlar paydo bo'ldi. Hech qanday stilda yo'q, lekin shunchaki qaysi elementni tanlayotganimizni ko'rsatib turadi. Misol uchun image tanlaydigan bo'lsam, bu yerda bunga o'tdi, text tanlaydigan bo'lsam bunga o'tdi. Mana yaxshi tomoni, agar bu yerda telefon o'zida ham ekranda image deb bosadigan bo'lsam, qaysi kodlar va modifikatorlar unga tegishligini ham ko'rsatib borar ekan. Endi bizda tekstga oid bo'lgan modifikatorlar bu yerda ham qo'shishimiz mumkin, bu tomondan qo'shishimiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin padding degan narsamiz bor, ya'ni chegarani ichidan bitta bo'shliq ochish uchun ishlatiladi. Ya'ni bu joyga misol uchun 30 qo'yadigan bo'lsam, bizda hozir hech qayerda padding yo'q va misol uchun bu yerda 4 tomon bor, tepa, o'ng tomon, past va chap tomon bor. Agar chap tomonni belgilaydigan bo'lsam va bizda padding nuqta leading paydo bo'ldi va ko'rishimiz mumkin bu yoqda chap tomonda o'sha ozroq bo'shliq paydo bo'ldi. Undan keyin tepani belgilaydigan bo'lsam, bu massiv holatiga keldi, top leading bo'ldi. Demak, birinchi biz top deb yozamiz, undan keyin leading deb yozadigan bo'lsak, tepa va chapdan bizga o'sha bo'shliqni paydo qilishni ishlatilar ekan. Bundan tashqari qo'shimcha modifikator qo'shmoqchilik, mana bu joyda o'zini bosgan taqdirimizda ham turli xil boshqaruv yoki dizaynga oid bo'lgan modifikatorlar kelib chiqadi va biz istalgan biridan tanlab ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bizda misol uchun image tanlagan paytimizda ham bu yerda ko'rishimiz mumkin system name degan narsalarga mos bo'lgan xususiyat chiqyapti va bu yerda misol uchun car deb yozadigan bo'lsam, ya'ni bizga mashinaning ikonkasi chiqib kelmoqda. Ya'ni biz bemalol o'sha har bitta elementimizni ham o'zgartirib borishimiz mumkin bo'ladi.
Ya'ni hozircha bizda shular. Keyingi darslar davomida sizlar bilan qanday qilib matnni noldan qo'shish, ya'ni boshlang'ich holatda qo'shish, qanday unga qo'shimcha stillar berishni batafsil o'rganib chiqamiz. Hozircha bizda shular. Darsimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan va podpiska bilan bizni qo'llab-quvvatlashingizni tilab qolamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.